sotuvga yetar-yetmas bitta uchastkamizni ko'rsatamiz. Shunaqa uyimizni, shunaqa planirovkasini chiroyli tushirib qo'yishgan. Videoni oxirigacha ko'ring. Sizga aniq yoqib tushadi bu uyimiz. Uyimiz mana bu darvozxonasi, o'zini orqada zeleniy zonasi ham bor. Uni ham ko'rsatib chiqamiz. Hozir uyimiz 94% ga bitgan. Uyimiz ko'rsatyapsizmi? Fasad qismlari 3 urindan iborat bo'ladi. Hozirgi birinchi ketilingda hammasini ko'rsatib o'tamiz. Uyimiz полный уже podключ holatida qo'lingizga topshiradi. Uyimiz aytganimdek 94% уже mana ximchiski ishlari, mayda juda ishlari qoldi. Hozir bitta detalniy joylarini ko'rsatamiz. Uyimizga shunday mana bu yerdan kirsanglar bo'ladi va darvozxonadan kirsanglar bo'ladi. Bu yerga kirganinglarda bitta ko'tigina mana bu yerda bitta spalni yoki garderob xona qoldirib qo'ysanglar bo'ladi. Mana bu birinchi qavat uchun общий sanuzor qismi. Sanuzor qismlariga e'tibor beringlar. Shunaqa did bilan qilingan. Mana bunga e'tibor berasizmi? Bitta like bosib qo'ying. Hammamizga inshaalloh nasib qilsa mana bu klimat kontrollar hammasi qoldirib ketishgan. Uyimizda bu tomonda bitta bizada spalniyamiz qoldirilgan. Ko'ryapsiz, bu tomonda bitta spalniyamiz, uyimiz podvol, seli podvol bo'ladi. Uyimiz bo'rtiga kirganinglarda bitta ko'ryapsiz, kattagina zal va kuxnya studiyniy formatda qoldirilgan. Mana bunda panoramli oynalarda, mana buni ko'rsanglar bo'ladi. Orqasida ham bunaqa yashil hududlari bor. Mana bu yerdan darvozaxonasi bo'ladi. Darvozaxonasida ham bunday kiradi. Ko'chada ham alohida sanuzor qoldirilgan. Hozir endi ikkinchi qavatga shunday chiqamiz deb ko'rsatib boramiz. Ko'ryapsizmi? Shuni ikkinchi qavatga chiqib ketishimizda narxi tepada aytaman. Qavatga shunday ko'tarilishimizni ko'ryapsiz. Mana bunaqa lustralar chiroyli qilib ilib qo'yilgan. Uyimizda bu ikkita deski spalniyasi bo'ladi. Mana bu yerdan bitta ko'rsanglar bo'ladi. Mana bu deski spalniyalari o'zini va bu tomonda yana bitta bizning deski spalniyamiz bo'ladi. O'zini panoramli oynalarda orqa hovliga qaratilgan va mana bu yerda ikkinchi qavat uchun общий sanuzor qismi bo'ladi. Uyimizni ko'ryapsizmi? Juda ham chiroyli qilib qo'yishgan. Mana bu endi uyimizning master spalniyasi, ota-onalar uchun yotoqxonasi. Mana bu joylarga e'tibor bermanglar. Hozir aytganimdek 94% xudo xolasa bir haftalik ishimiz qoldi. Xudo xolasa hammaga inshaalloh nasib qilsa birinchilardan sotib olaman deydigan insonlar uchun juda ham zo'r variantlardan biri. Mana bu o'zini master spalniyasini, o'zini sanuzor qismiga bunga e'tibor berasizmi? Juda ham chiroyli qilishgan. Bu tomoni endi o'zini garderob xonasi qoldirib ketishgan. Endi narxi qancha deyapsizmi? Narxi $360,000 deyilyapti. $360,000 haqiqatda arziydi, chunki Mirzo Ulug'bek tumani, ya'ni TDZda bunaqa hamma joyi kачественный qilib ketilgani uchun. Rahmat hammaga.